2 xona 3 xona qilingan kvartiramiz. Bu balkonda turibmiz. Balkon 3,5 ga 6 ekan. Balkonni oldiga cho'zdirilgan ekan. Bashi katta bo'lib qolgan ekan balkon. Remontlar yashashga tayyor. Bu kuxnyasi, oshxona. Oshxona metta bo'lsa, ba'da choy poyda ichib, televizorni ko'rib, bemalol sovuq choylar ichib o'tiraverasiz. Bu tomonimiz oshxona bo'lgan, oshxonani olib chiqib qo'yilgan. Remontlar qilib qo'yilgan, detskiy sifatida foydalansa ham bo'laveradi. Zal sifatida foydalansa ham bo'laveradi. Bu tomonimiz bitta xona, mehmonlar uchun. Bitta xonamiz remontlar yashashga tayyor qilib qo'yilgan. Bu tarafda sanuzel. Sanuzelda ham remontlari yaxshi. Bu tarafimiz spanli. Remontlari yaxshi, parovoy отопленияlar bor. Narxini 24 ming dollardan o'tib beriladi. Mana pastga raqamli telefon ma'lumot olasiz. To'llokatsamiz Marg'ilon shahar Cheramushka 2-bog'chani oldida. Bemalol telefon qilasizlar. Kvartiramiz 4 qavatli dom, 1-qavati pishig'ich dom.